Ota-onangiz yaxshi ko'rasiz-ku, to'g'rimi? Nimaga ota-onangiz sayohatga yubormaysiz? Nimaga o'zingiz sayohat qilmaysiz? Sizda shunaqa imkoniyat bor. Bizani yopiq klubimizga qo'shilib, $100 tashab, uni $200 qilib olsangiz bo'ladi. Ham sayohat, ham daromad qilasiz. Ota-onangizni ham sayohat qildirasiz, o'zingiz ham dunyo kezasiz. degan gaplarni juda ham ko'p eshitayotgan bo'lsanglar kerak. Agar shunaqa gaplarga ishonayotgan bo'lsanglar, menda sizlarga achchiq haqiqat bor. Bitta kompaniya bor. Ular o'zi moliyaviy piramida asosida biznes yuritishadi. Lekin buni ham sayohat, ham daromad shiori ostida O'zbekistonda uspeshniy biznes qilib уже ulgurishgan. Lekin ularni moliyaviy piramida deb atasangiz, ular sizni sudga berishligi mumkin. Xuddi bo'lmaganidek. Bu kompaniyada siz board direktor lavozimiga ko'tarilib, $55,000 gacha pul topsangiz bo'ladi. Zo'r pul-a? Lekin bu sizga kruzdan kelmaydi. Na sayohatdan, na kruzdan keladi. Bu sizga o'zingiz orqangizdan olib kelgan odamlardan keladi va ularning orqasidan olib kelgan va ularning orqasidan olib kelgan. Xullas, qip-qizil tarmoqli marketing. Incruise kompaniyasi 2011-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida tashkil topgan va dunyodagi eng yirik kruiz a'zolik klubi deb o'zlarini tanitishadi. 170 dan ortiq davlatda ular o'z faoliyatini olib borishadi. Lekin bitta savol. Shu 170 ta davlat ichidan nechtasida sud jarayonlari ketmoqda aynan shu kompaniya ustidan? Rasmiy hujjatlarga asoslangan holda Incruise sistemasi qanaqa ishlaydi? Agar siz oyiga $100 dan to'laydigan bo'lsangiz, bu pullaringiz $200 bo'lib kruzning shotingizga tushadi. Lekin pul ishlashning boshqa tarafi ham bor. Agar siz bitta odam olib kelsangiz, $50 dan $150 gacha bonusli shotingizga yana pul tushadi. Agar siz 5 ta odam olib keladigan bo'lsangiz, bo'ldi. O'sha siz Incruise'ga pul to'lamaysiz. Juda ham zo'r biznes sxemasi. Demak, diqqat markazida sayohat qilish emas, odamlarni jalb qilish. Shuncha faktlardan keyin ham O'zbekistondagi Incruise представительlari shuncha yoshi katta odamlarni, shuncha oilalarni, shuncha odamlarni, 100 minglagan odamlarni Incruise biznesiga tortishdan tap tortishmayapti. Chunki ular bundan yaxshigina pul ishlashadi. Eng achinarli tarafi esa bu klubga qo'shilayotganda hech kim uni hujjatlarini tekshirmaydi va siz o'ylagan o'sha pul topish sxemasi, ya'ni $100 tashab $200 qilib yig'ib, siz pulni yechib ola olmaysiz. Agar siz klubdan chiqib ketadigan bo'lsangiz, pullaringiz o'sha yerda uxlaydi. 2022-yilda Polsha davlati aynan shu kontorani eski a'zolar puliga yangi a'zolarni boqib turuvchi tizim sifatida baholagan. Ya'ni bugun men pul to'ladim, ertaga sizni olib keldim. Meni pulimdan sizga beradi. Uni pulidan boshqasiga beradi. Xullas shunaqasiga ketaveradi. Kruiz sayohatiga chiqish uchun esa hech qanaqa klubga a'zo bo'lish shart emas. Faqat rasmiy tur operatorlardan kruiz sotib olsangiz bo'ladi. Masalan, TravelX'ga o'xshagan. E'tiboringiz uchun rahmat. Ehtiyot bo'linglar. Bu videoni yosh katta odamlarga ko'pincha tashab qo'yinglar, chunki yosh kattalarni aldab shunaqa joylarga olib ketishyapti. Bu itogi juda ham ko'p pul yo'qotishyapti. Salomat bo'linglar.